Xush kelibsizlar. Kayfiyatlar a'lo darajada. Bayramona kayfiyat mana yuzlardan ko'rinib turibdi. Endi qimmatli vaqtingizni ayamasdan erta tongdan studiyaga kelganingiz uchun rahmat. Ular qovun saylida ham faol ishtirok etishyapti. Endi bugun uchun ham katta taraddud ko'rgansiz, to'g'rimi qovun saylida? Bizda Xiva madaniyat bo'limiga qarashli Xiva xalpalari ansambli Xivada mezbon sifatida shu kelayotgan konseyliga kelayotgan ichki va tashqi sayyohlarimizga xizmat qilish bilan bandmiz. Juda ham yaxshi va mana shu qo'shiq kuylayotgan paytingizda aynan chet ellik sayyohlar bor va mana shu yerlik sayyohlar bor. Kayfiyat ko'tarilayotganini ko'rib, ularning raqslarga tushayotganini ko'rib, qanchalik o'z ishingizdan faxrlanasiz? Albatta faxrlanamiz, ularni quvonayotganligini ko'rib kelib, bizlar bilan rasmlarga tushib, chalishni o'rganishga qiziqib, o'rganib bo'ladimi deganday ishtiyoq intilib bo'lishadi. kelishlari bizani quvontiradi. Boshqacha havas bilan qarashadi. Albatta. Juda ham to'g'ri. Demak, aziz yurtdoshlar, taronaga navbat beramiz va maroq bilan tinglashingizni, dasturni kuzatishingizni sizga tavsiya qilib qolamiz. Marhamat. Aşık olup kaldım yarını adına, yarını adına. Allah meyken olmi, meyken yadına. Allah
Rahmat. Erta tongdan baribir jonli ijro tarovati boshqacha. Insonlarga o'zgacha bir zavqni taqdim qila oladi va ayniqsa bu yo'nalish aynan xalfachilik yo'nalishi bo'lsa, insonlarga o'zgacha zavqni bera oladi. To'ppa-to'g'ri, aynan Xorazmda shakllangan xalfachilik san'at maktabining asosiy ustunlari mana studiyamizda va davomchilari, munosib izdoshlari desak bo'ladi, ustozlarni. Endi bu ijroga to'xtaladigan bo'lsak, xo'sh, bu yangi ijro adashmasak, to'g'rimi? Yoki bu boshqacha talqinda eshitganmizmi buni? Ustozlarimizning ijro qilgan lirik kechinma qo'shiqlarini hisoblanadi. Aha, demak, juda chiroyli va har bitta mana shu xalpa qo'shiqlarning so'zlariga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha erkalashlar, o'ziga yarasha xorazmcha qandaydir kolorit sezilib turadi-da. Aynan shu yerda shakllangan Xorazmni nafasi ufurib turadi bu qo'shiqlarda. O'zgacha bir yo'nalish baribir insonga nima desak bo'ladi? Eshitgan sari eshitgan kelaveradigan yo'nalish desak bo'ladi va ushbu yo'nalishda aynan xalfalarimiz ijod qilishadi, ustozlardan o'rnak olishgan va hozir o'zlarining bilim va ko'nikmalarini yoshlarga, shogirdlarga taqdim qilib kelmoqdasizlar. O'ylaymizki, aynan shogirdlar ham ko'p bu yo'nalishga qiziqadigan. Keling, shogirdlar haqida suhbatlashsak. Endi shogirdlarimiz hozirgi vaqtda endi fonogrammalar chiqib ketgandan keyin ko'pchiligi buni og'ir chalib aytish qiyin deb ko'pchiligi yondashishni istamayapti, lekin aslida bu san'at, bu noyob san'at. Xorazmda, dunyo bo'yicha Xorazmda bor bo'lgan san'at bo'lganligi sababli bu san'atni rivojlantirish, katta bayramlarda ham hatto xalpalarni rahmatli Shakarjon opa xalpalarni, baxshilarni chiqarib, keyin estradniga navbat berar edilar. Hozirgi vaqtda ham shu xalpachilik san'atini yana shu tadbirlarda baxshichilik san'ati ham bizda Xorazmda yagona san'at. Boshqa viloyatlarda uchramaydigan turi hisoblanadi. Shuning uchun iltimos qilardik shu katta bayramlarda ham xalpalar shu garmonlarda ijro qilsa. Endi bu siz o'zingizga bog'liq. Qanchalik ushbu sohani ko'klarga ko'tarib, shogirdlarni qiziqtira olsangiz, o'ylaymizki, ustozlarga o'xshagan, sizga o'xshagan ushbu yo'nalish shaydolari ko'payadi va mana shu yo'nalishda ijod qilishadi degan umiddamiz.